Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, sog' salomatmisiz? Bugun men sizlarga yana bir ajoyib hikoyani aytib bermoqchiman. Hikoyaning nomi Allohni zikr qiluvchi Nastarin. Hikoyani eshitishga tayyormisiz? Unda boshladik. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Allohni zikr qiluvchi Nastarin bo'lgan ekan. U kecha-yu kunduz ya Rohman, ya Alloh, ya Rohim, ya Alloh, ya Malik, ya Alloh, ya Quddus, ya Alloh deb Allohning 99 ismi bilan uni eslab, yod olib, zikr qilar ekan. Ammo narigi hovlidagi qo'shnining bolasi uni sira tinch qo'ymas ekan. Ay, yana o'sha yaramas bola keldi. Bo'ldi, yetar. Jonimni og'rityapsan. Meni eshitmayapti shekilli. Shunda uning yonida turgan chinor daraxti gap boshlabdi. Nastarin birodar, tinchlikmi? Nega baqiryapsan? Nastarin gapida davom etibdi. Hech so'rama. Yonimizdagi qo'shnining yaramas o'g'li jonimga tegdi. Holimga qarasang-chi, rangim so'ldi, iforim yo'qoldi. Har safar yonimdan o'tayotganda tanamga bir-ikki shapaloq urib ketadi. Shoxlarimni sindiradi, yaproqlarimni yuladi, chiroyli chechaklarimni uzib, u yoq bu yoqqa otib ketadi, debdi. Shunda chinor daraxti xo'rsinib, afsuski, ko'pchiligimizga shunday qiladi. Menimcha, bizning jonli ekanimizni, jonimiz og'rishini u bilmaydi. Shunda Nastarin gapida davom etibdi. To'g'ri aytasan. Endi tasbih aytishni boshladim degunimcha oldimga kelib jonimni og'ritadi. Qaniydi bizning ham yaratilish maqsadimiz borligini bilsa edi. Robbimizning amri bilan insonlarga xizmat qilayotganimizni, hech to'xtamay Robbimizga hamd aytishimizni u bilsa edi, debdi. Ertasi kuni Nastarin yana zikrlarini boshlabdi. Ya Alloh, ya Rohman, ya Rohim, ya Azim, ya Hakim. Shunda bolakayning ovozi eshitila boshlabdi. Assalomu alaykum chiroyli gullar, chiroyli daraxtlar, chiroyli hasharotlar. Salom quyosh, salom ko'llar, debdi. Nastarin hayron bo'lib, Chinorvoy, eshitdingmi? Ana u yaramas bola bizga salom beryapti. Buning ustiga bizlarni chiroyli deb atadi. Urmayapti, shoxlarimizni sindirmayapti. Buning uchun Allohga hamd bo'lsin deb xursand bo'libdi. Shunda bolakay gapini davom ettiribdi. Bilasizlarmi, bugun juma xutbasiga bordim. Ustozimiz bizga sizlar bilan bog'liq bir oyat o'qidi. Eshitinglar, sizlarga ham aytib beraman, debdi. Osmonlardagi va yerdagi bor narsalar, yolg'iz podshoh, barcha ayb nuqsondan pok, qudrat va hikmat sohibi bo'lmish Allohga tasbih aytur. Juma surasi 1-oyat, debdi. Va shunda atrofga diqqat bilan razm solibdi. Suvlarning shildirashi, daraxtlarning shitirlashida ya Alloh, subhanalloh, alhamdulillah degan zikrlarni eshita boshlabdi. Atrofda yurib, atrofdagi barcha unga zikr aytishini tushunib yetibdi. Sizlar bizga xizmat qilish uchun yaratilgan ekansizlar va vazifangizni hech oqsamay bajarar ekansizlar. Buning ustiga hech to'xtamay Allohni zikr qilar ekansizlar. Juda ta'sirlandim. Bu haqida bilmagan ekanman. Endi sizlarga boshqa zarar bermayman. Yaxshi qolinglar deb uyiga ketibdi. Shunda
Chinor daraxti xursand bo'lib, ko'rdingmi nastarin guli, bu bola Qur'onni qalbiga yozibdi. Qanday yaxshi, a? Robbimga hamdlar bo'lsin deb xursand bo'libdi. Nastarin ham alhamdulillah, alhamdulillah deb Allohga yana zikr aytibdi. Hamdu sanolar keltiribdi. Chunki u bola endi ularga zarar bermas ekan. Ana ko'rdingizmi bolajonlar, sizlar ham uyingiz atrofidagi daraxtlar, gullarni bargini yulib, shoxini sindirib, ularga ozor bermang, chunki ular ham Allohga har doim kecha-yu kunduz zikr aytadi. Endi esa sizlar bilan xayrlashish navbati yetdi. Keyingi hikoyagacha sog' omon bo'linglar.